videolardan hemen draft edasizlar. Bugungi videomizda yana biz kuchash kerak. Babru bizlarning qanday farqi biz qishloq topib kuchashimiz kerak. Qishloq topisham muammo lekin mana tipsiga 10ta yetadiroq osh qolar balki. Ja katta kuchaymaymiz. Basela tez videoda uzoq qilmaymiz aytibki. Tezda kuchayamiz biz, sekin kuchaymaymiz. Qiziqarli qilib va tez kuchayamiz. Mayda suv bor ekan. Suvga charset tushamiz. Tabiada komlet temir yeymiz. Omad uyga bo'ldi. Hop, to'xtatdi. Uch dona. Bizda уже bitta temir topildi. Juda kam ekan deb turgandim. Men chiqib ketdi. Yana o'zim ish qilib qo'yasan. Qo'yapti, endi qochaman. Mashetta bo'lasan. Mashetta. Bal toshga olaveradi. Afmonga qarshi. Tipamizda mana qani ko'ryapti. Takkalasamiz hozirmiz. Yig'ata topishimiz kerak, qishloq ham topishimiz kerak. Ana bular biz yonaqa topdik temir. Yig'ata kerak. Hamma kiyimlarimiz. Даже 30 ta kerak bular. Hamma bo'lib. Ma'lumotimizda ham bor hozir. Mayli 20 bitta bo'ldi. Iskelet. Boshida jang qilmaymiz valla. Endi qishloq topish kerak tezroq. Ketish kerak. Chiqish qiyin bo'ladi. Blokka chiqamiz. Vaqtimiz ketmaslik uchun blok qo'yishga majburmiz. Bo'ldi tamam. Ketma. Ikki normal blok qo'yildi. Yana blokmi? Blokimiz o'zimizga kelar. Mata kalab chiquncha. Ya'ni 20 ta qatib berdi bizga. Tugadim hozir. Alloh, bu nima? Matan toshga olib ketdi. Normalku
yetadi. Ishlab topishimiz kerak. Qayerda qishloq bo'lish kerak? Qayerda bo'lish mumkin? Tovuq. Yo'ldan bir yo'l yegulik ham topib ketamiz o. To'xta. Mayli, bu o'ziga kerak emas. Qani tovuq? Bolta kerak bizga. Bir boqib qo'yadi. Kirib o'xshab ketdi, ana bu. Qamallanib turishni bilasan? Mah. Tavuk. Onimga o'zing kelasan. Mah. Bo'ldi. Mayli, biz tezroq borish kerak. Tushirmasdan ham yeb ko'ramiz. Qayoqqa yasash kerak? Yo'lda chiqamaylik. Shuncha yurdim, 3 kun 4 kun o'tib ketdi. Nima bo'lsa ham daraxt qilib quraman dedim. Endi biz yo'lda juda ham uni videoga ololmadim vallahi. Men kechirasizlar. Mayli, lekin biz endi men anaqa yasadim, narvon kerak bizga. Hop, narvon. Qishloqda qoladi. Ketib qoladi. Opalik. U yog'igacha tugadi ya. Hop. Yetib qoladi deb o'ylayman. Nimagadir daraxt qurish noqulay emasmi bolalar? Mabodo noqulay emasmi? Nima qilamiz biz? Men de aytgancha bolta bor edi-ku. Bizga aynan ham kerak bo'ladi. Mana yashash uchun deganda mana bu netda ham bo'ladi. Shuning uchun biz undan birsta ketib qoladi bola. Birsta yerga qo'ydi. Saqlanib ketasdim. Yemmo. Uzun kullandim. Ya menimcha yotoqxona bo'ladi. Babro daraxt qilib qursam noqulay-ku, mayli, qishloq topamadik. Dobra, atlay o'g'arib ketamiz. Qarishmay. Menga hali kelasanlar. Mayli, da. Dara. Ikkama sen. Mana bu netlarni
Tamamcha bu tugadimi bolalar? Mayli. Valla bizi uy pişti değerli üye pişti oldu tugadi iş. Mamamın taşla koyup çıkartma. Lekin bir aralar tururadi biz yotoqlamaydi otamiz turamiz bo'ldi. Endi biz betga jihozlarni qo'yamiz. Bizda bitta distak bor. Shuning ichidan hozir betga yasaymiz. Sandık yasaymiz, mondaqa yasaymiz. Mana yana yarım tane blok va bunda. Hop jihozlarni endi mana har xil joylarga qo'yib chiqamiz. Pechka. Mana bitta sandık. Va bitta pechka. Aytgancha bu. Sandık. Bu yürü çıkışlardan şunu çözdük. Endi biz nimalar oladi? Bundan oladi. Bunga bitta o'tirish. Mayli qo'yamiz. Hadi buni bu yerda mazaqlab o'tiramiz. Keyin bu yerda mazaqlab o'tirish uchun, keyin bu yerda mazaqlab o'tirish uchun. Bu yerda yo'l bor. Mana buni qilib o'tirish uchun. Mana pechkani o'rniga boshqa joyga qo'yiladi deyapman pechkani. O'tiradigan qo'ydi. Lekin hech kishmayapti. Buni biz fakirlarimizni o'rnatib chiqishimiz kerak tezroq. Aytgancha biz anaqa qani bizniki yarim blok. Joylarga hut tashilmaydi. Ketdim darvoza. O'zim tushib olay. Tiqilib qolishni o'ylamadim. Chunki bu yerdan yiqilib ketmaslik uchun bu yerdan yarim bloklar. Tugar bo'ldi. Yana keyin biz mana bundan yasamadimmi deyman. Hop, bizda non. Mana har do'stlar bugungi videomiz tugadi. Agar buni ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Tutorial hech bo'lmasa nom bilan